Savolingizni eshitdim, mablag'ni Eshitdim, javob tayyorlayapti. Nima javob? Savolingizga javob beryapti. Men chunki gapiryapman. Sizlar o'zingizga gaplashyapsizlar. Oldin eshitish kerak, men javob tayyorlash. Yaxshi, sizda yaxshi. Mustaqil bloger Ahlorbek O'tanboyev. Mana 3 ta savolim bor. Hop, hozirda aynan maktablarda ma'naviyat targ'ibotchisi xodimlari ish o'rinlari yaratildi. Ming afsuski, bunga hozir maktab direktorlari o'zlariga bir tegishli xodimlarni bu joyga joylashtirishyapti. Bunga isbot dalillar ham bor viloyatimizda. Sababi fizika o'qituvchisi, o'sha maktab fizika o'qituvchisi ma'naviyatdan dars berarmish. Bu degani niholni bolta bilan chop borishdek gap. Borib so'rasangiz, hattoki 6-sinfda darslikda o'tilgan Erkin Vohidovda O'zbekiston she'rini bilmaydigan insonlar qanday qilib ma'naviyatdan dars berishi mumkin farzandlarimizga? Ikkinchi savolimiz, hop, Mehnat kodeksining 7-moddasida ko'rsatib o'tilgan majburiy mehnat taqiqlanadi. Siz tizimga kelganingizdan buyon shunday holatlar ko'p uchrayapti. Sizda tizimingizda aynan 4-iyul kuni yakshanba kuni ko'pchilikni jalb qilib yig'ilishlar o'tkazishingiz. Uchinchi savolim ko'p telefon orqali yozuvlar bizga murojaat bo'lib kelib tushadi. O'qituvchilar maktabni remontiga pul so'raydi. Ayni hozirgi kunda shu muammo. Bunga biz qarshi emasmiz, sababi bizni yoshligimizda ota-onalarimiz kerak bo'lsa kraskani olib borib maktablarga kraskalardi. O'sha paytda ota-onalarning ichida bitta rais chiqardi, pulni o'sha yig'ardi. Nimaga aynan bugungi kunga kelib o'qituvchilar yig'adigan bo'ldi pulni? Rahmat. 3 ta savolimga javob bersangiz. 05 stavka hisobida buni birinchi bo'lib yozuvchilar uyushmasi tomonidan tavsiya etilgan targ'ibotchilarimiz bor edi. Shular hammasi maktablarga biriktirildi. Bundan tashqari qolgan bo'sh vakantlarga o'zi ta'lim muassasalaridan balki tushunmasdan balki fizika o'qituvchisiga bergan bo'lishi mumkin, lekin ijodiy ishlaydigan, o'zi ustida 4 satr bo'lsa ham she'r yozadigan, biz shunaqa taklifni bergan edik. Endi men unda o'zim maktab direktori edim. Shularga agar loyiq bo'lsa, shular tomonidan shu to'garaklar belgilansin deb aytildi. U aprel oyida edi, aprel-may oyi. Endi hozir sizni e'tirozlaringiz agar shunaqa joylar bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri. Misol uchun fizika o'qituvchisi balki ma'naviyat kuchlidir, balki she'r yozayotgandir. Agar Erkin Vohidovni 4 satr she'rini bilmasdan targ'ibotchi bo'layotgan bo'lsa, biz bu holatni ko'rib chiqamizlar, o'zimiz tavsiyalarimizni beramiz. Yangi o'quv yiliga shu jarayon, ana shu targ'ibotchilar guruhi o'z faoliyatini qonun mablag' belgilangan taqdirda o'z kuchida qolsa, biz chiroyli qilib mana shunaqangi targ'ibotchilarni qurib chiqamiz. Ikkinchi masala, to'g'ri, biz 4-kuni yig'ilish qildik haqiqatda, lekin har bir xodimning rozichiligi bilan chaqirganlarimiz hammasini rozichiligi bilan chaqirdik. Bizni asosiy bitta masalamiz bor edi. Bugungi kunda hozir ixtisoslashtirilgan maktablar ochilishi belgilanyapti, lekin o'sha hududdagi hozir chaqirib maslahat qilgan bo'lsak, biz shuni 10 kunda ham yechamay qolamiz. Masalan, sababi bugungi kunda o'sha hududda ochiladigan ixtisoslashtirilgan maktab o'sha biz aytgan nizomga, talabga javob beradimi yoki mutaxassis javob beradimi yoki bo'lmasa bugungi kundagi o'sha faoliyati bo'yicha to'liq bino tayyormi degan savol bo'yicha biz gaplashdik. To'g'ri gapimiz. Endi 3-masala, endi o'qituvchilarning remont mablag'larini yig'ishlari bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda ham aytilyapti, boshqa joylarda aytilyapti. Bizda bilasizlar, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan kuzatuv kengashlari tashkil etilgan. Agar bugungi kunda o'qituvchimiz yoki direktorimiz o'zini haq-huquqlarini bilmasdan, mana qonunlarda bilmagan holda shu ishni qilayotgan bo'lsa, ularga tegishli bizni mana inspeksiyamiz bor. To'g'ridan to'g'ri men hammasini holat bo'yicha inspeksiyaga topshirib beryapman, ma'lumot kirityapman. Shu joyda o'qituvchilar tomonidan, o'qituvchining ish haqi tomonidan mablag' ajratilayotgan yoki yig'ilayotgan joylar bo'yicha hozir 3 ta direktor ish faoliyatidan oldik. Sababi kuzatuv kengashi, ya'ni vazirimiz tomonidan qabul qilingan kuzatuv kengashini
faoliyatini yuritmayotganligi uchun. Agar shu nizomda oxiriga yetsa, bu yerda direktor hech qanaqangi mablag'ga aralashishi shart emas. Chunki kuzatuv kengashining o'zi bemalol yordam beradi bu masalada. Bundan keyin bugungi kunda hozir yangi o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha bilasizlar, o'zi siyosiy jarayon ketyapti. 96 milliard bizning viloyatimizga mablag' ajratildi. Men buni tushuntirishga ham harakat qilyapman har bir maktab direktoriga. Biz hozir muhtoj emasmiz kimnidir yordamdan. Chunki har bitta maktabga sektorlar kesimida viloyat hokimining shaxsan boshchiligida homiylar biriktirildi, yordam berilyapti 100%. Lekin mana shunaqangi g'ayriqonuniy o'zini fikri bilan chiqargan rahbarga nisbatan chora ko'ryapmiz. Rahmatlidan bitta nima qolib ketdi? Qo'qon shahrida 22-maktabda, o'sha yerda direktorga har xil tahdidlar bo'lyapti, bosim bo'lyapti. Sababi zavuch qandaydir o'zi bilan mafiya yasagan maktab ichidan maqsad haligi yaxshi o'sha direktorni pedagogni maqsadi ishdan olish, bozorxonni xotinini direktor qilib qo'yishadi. Qanchalik to'g'ri bu? 22-maktab Qo'qon shahrida. Yaxshi, 22-maktab haqida haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p chiqib ketdi. Hali o'quvchilari sodir etgan holatlar bo'yicha ham. Endi deputatlar kengashini xulosalari ham bizga keldi, lekin biz o'sha deputatlar kengashiga o'zimizni fikrimizni yubordik. Endi har qanaqa holatda men tushunishimcha, meni o'zimning tajribamdan keluvchi rahbar lider bo'lishi kerak. Uni qo'l ostidagi o'zini hukmini surishiga bu rahbarning nima deydi? Endi lavozimini to'la egallab olmaganligini orqasidan bo'ladi. Sababi men u opa bilan o'zim ham gaplashdim. Siz maktab rahbarisiz. Qanday? Sizni zavuchingiz yoki boshqasi o'zini hukmini surib, maktabda xohlagan ishini qilishi mumkin. Bu bo'lmagan narsa. Shuning uchun qonunda belgilangan tartibda men juda ham chiroyli qilib u opa bilan gaplashib tushuntirib qo'ydim. Ishni jarayonni qanday olib ketish kerak. U kimni xotini bo'lishidan qat'iy nazar 1-iyuldan boshlab bo'sh vakant joylarimizga argus belgilandi. Xohlagan maktabda pedagog xodimi 5 yil pedagogik stajga ega bo'lgan, kamida 3 yil zavuch yoki zamdirektor bo'lgan xohlagan inson arbusda qatnashib bo'sh vakant joylarimizda ishtirok etishi mumkin. U kimnidir degan narsa hozir shaffof, nima deydi, oshkora, bemalol bilimi bo'lsa, tajribasi bo'lsa ishtirok etib qatnashishi mumkin. Hech kimga ta'sir o'tkazishga haqqi yo'q.